asl hislarni, asl erkinlikni yaratish vaqti kelgan. Shu uchun ham hozir juda ko'pchilikda munosabatlar savoli aktiv ko'tarilgan, chunki munosabatlardan keyingi etapdagi savollar bor hali. Biz ham ularni yashab o'tib yopishimiz kerak bo'lgan savollar bor. Munosabatlar savoli shu qadar keng o'lchamki, bu savol bilan har bitta inson qiynalgan, mukammallikka erishgan har bir mavjudot, har bir jannatga qaytgan har bir inson, har bir komillikka erishgan har bir inson munosabatlar o'lchamini yashab, munosabatlar o'lchamini sevgida yakunlab, keyingi etaplarga o'tib ketishgan. Har bitta master darajasiga chiqqan bo'lsa, albatta birinchi bo'lib munosabatlar savoli bo'yicha kirishgan. Kasallik savoli ham munosabatlar savoli bilan bir xil. Munosabatlar savoli bilan psixologiyaga kirishgan hamda master bo'lgan o'sha inson. Ana endi hozirda shunaqa davrda yashayapmizki, har bitta inson munosabatlar savolida o'sha master bo'lishi kerak. O'zingiz uchun o'zingiz master bo'lishingiz kerak. Munosabatlar savolini siz hayot imtihonidan yopishni boshlasangiz, hayot imtihonidan munosabatlar karma krugini yopishni boshlasangiz, sizga yuqoridan masterlik unvoni beriladi. Ya'ni o'zi yerga kelgan har bitta inson master hisoblanadi. Bizning eng oxirgi missiyamiz masterlik. Master nima degani? Hayot imtihonlarini sevgida yakunlagan inson. Hayot imtihonlarini sevgida yakunlab, yerdagi imtihonlarni topshirib, masterlik unvoniga chiqib, yuqori asl uyga qarab ketayotgan inson, asl uy, ya'ni Xudoni oldiga. Ana endi hozirda shunaqa energiyalar tushirilgan yerda yaqin 10 yil ichida hamma savol 2024-yildan boshlab savollar kutib turmayapti. Oldin munosabatlar savoli bo'yicha vaqt berilgan bizga, 10 yil vaqt berilgan, 15 yil vaqt berilgan. O'zi insoniyat sivilizatsiyasi munosabatlar savolida asrlab yashab kelyapti. Asrlab fuqarolik urushi bo'lgan, asrlab bo'lish ongida yashagan, asrlab birlik ongini his qilmasdan yashagan, asrlab qullik ongida yashashganda munosabatlarda. Va o'sha bu o'lchamlarni vaqti yetgan yakunlashimiz. Biz avlod sifatida yakunlash vaqtimiz yetgan. Biz ota-onamizdan olgan barcha ssenariylarni hali ham aktivlashtiryapmiz. Hali ham ko'ryapsiz, ota-onangizni hayot natijasida, munosabatlar natijasida kasallikka erishgan, qarish prosesslari boshlanganda natijalarni ko'ryapsiz ota-onangizda. Ana endi agarda sizda xuddi o'sha ota-onangiz ssenariylari yana yupqaroq pardada davom etayotgan bo'lsa, sizda ham natijalar shunaqa bo'ladi. Davom etayotgan bo'lsa, siz hali ham munosabatlar bo'yicha karma kurigidasiz. Munosabatlar bo'yicha savol yopilmadi. Xo'p, endi men o'zimdan qanaqa qilib munosabatlar savolida men masterlikka kela oldim.